Boshingizdan qolsin, arimsoqdan qolgan narsalaringiz ko'zim uchib turgani yo'q, sizdan narsa olaman. Tillaridan asal bol tomib turadigan bo'lmay qolgan klientim shunaqa deb yozib yuboribdilar. Bunaqa gap gapirishlarini men o'z boshdan bilgan edim. Xullas, menga bitta qiz yozdilar. Yaqinda to'yim, ko'nglarimga moslab aksessuarlar yasab bera olasizmi dedilar. Da, albatta yasab beraman dedim. Keyin ular narsalarni narxlarini so'ragandan keyin men ularni narxlar bilan hammasini tanishtirib chiqdim. Keyin ular nima dedilar, aytaymi? Ikkita qo'lingizni og'zingizga tiqib olganmisiz, sal insof bilan narx qo'ying desalar bo'ladimi? Unda mazki 30% skidka qilib beraman, bo'ladimi? Yo'q, menga baribir qimmatli qilyapti, sal insof qiling, sal kelishtiring dedilar. Yo'q, men undan arzon bera olmayman sizga. Men ham bu narsalar uchun qancha mehnat qilaman. Agarda narxlar sizga to'g'ri kelmasa, bemalol boshqadan olursiz bo'ladi degan edim. Menga haqoratli gaplar gapirib tashadilar. Qarasam, meni bloklab qo'yibdi. No, mayli, bu qiz o'zi boshdan olish niyati yo'q edi, shunchaki meni asabimni, vaqtimni ketkazish uchun shunchaki yozdi. Shunaqangi qiziqarli videolarni o'tkazib yubormaslik uchun menga obuna bo'ling, videoga like bosish esingizdan chiqmasin.